O'lik beliqdan boshqasi suvning eqishiga mangmaydi. Abdori Muhammad Yusuf. Hayotliq harakat, kurash, tirishish va ishlash deganlikdir. Hayot bilan o'limning o'rtasidagi farq harakatdir. Chunki hayotda harakat, o'limda jimliq bor. Eqin suv pakiz, rangi go'zal, ta'mi yaxshi keladi. Ammo turg'un suv paskina, rangi o'zgargan, ta'mi buzilgan keladi. Harakat qilmaydigan, ishlamaydigan, qo'rsqini ching to'ldirib olib, internet yoki televizor oldida hayot kechiradigan insonlar kasaldan qutula olmaydi. Aksicha, harakat qilib turadigan, ishlaydigan, bir yerda jim turmaydigan odamlarning teni sog' keladi. Chunki ishlamaslik, jafo chekmaslik hayotlikning qonuniyatiga zid ishdir. Chunki Alloh taolo bizni tirishishga va ishlashga yaratgan. Ey inson, shaksizki sen Rabbingning oldiga borganga qadar jafoliq ishlaysan degan oyat buni ifodalaydi. Dunyo taraqqiy qilib, nurg'un ishlar mashinalashgan va insonning harakat qilishi ozayib ketgandan keyin insonlarda qon besimi, diabet, qonda may ko'p bo'lish qatorliq o'tmishlarda ajdodlarimiz anglab baxmagan kasalliklar paydo bo'ldi. Buning asosli sababi Alloh taolo yaratgan qonuniyatga zid ish qilganlikdan bo'lsa kerak. Chunki Alloh taolaning tabiat va shariat deb ikki qonuni bor bo'lib, tabiat qonuniga xiloflik qilganlar uning jazosini mushu dunyoda tortadi. Masalan, piqirlikdan qutulish uchun ishlamagan, mustamlikadan qutulish uchun kurash qilmagan kishilarning piqirlikdan va mustamlikadan qutulolmaganligiga tamoqning esilini yeb, qo'rsqini pompaytib yuradigan, harakat qilishni, ishlashni, jafo chekishni yoqtirmaydigan kishilarning kasal bo'lib, yosh turib, o'lib ketganiga o'xshash. Ammo Alloh taolaning shariat qonuniga amal qilmaganlarning jazosi oxiratda beriladi. Demak, Alloh taolaning qonuniga xiloflik qilguvchilar jazosini tortmay qolmaydi. Hayotlik qoidalari nomli asarning avtori Richard Templer mundaq deb yozadi. Hayotlik jafo mushaqqat va qiyinchiliklar bilan to'lgan bo'lib, hayotlikning shundoq bo'lganligimi Alloh taolo bandalarga qilgan katta iltifotidir. Shunga uningga shukr qilish talab qilinadi. Chunki agar hayotlik qiyinchilikdan xoli bo'lib, hamma ish oson bo'ladigan bo'lsa edi, o'zimizni taraqqiy qildira olmagan, hayotlikdagi muhim tajriba saboqlarni o'rgana olmagan bo'lardik. Hayotlikning hammasi xo'shallik kunlardan iborat bo'lsa edi, bu hayotlik zerikishlik bo'lib qoladi. Uning ta'mi va halovat qolmagan bo'ladi. Yomg'ir bo'lmagan bo'lsa edi, bizda yomg'ir to'xtagandan keyingi xo'shallik bo'lmaydi. Hamma ish o'ng'ay bo'lib ketgan bo'lsa edi, biz kuch-quvvat hosil qila olmagan bo'lardik. Shunga biz hayotlikning mushundaq bo'lganligi uchun Allohga shukr qilishimiz kerak. Yana shuni bilishimiz kerakki, o'lik beliqlar suvning eqishiga qarab mangadi. Ammo boshqalar hamisha
kurash va tirishchanlik ichida bo'ladi. Shunga biz suv uzishni davomlashtirishimiz kerak. Agar shunda qilmasak, suvda g'arq bo'lib o'lamiz. Biz harakat qilibla turadigan bo'lsak, har bir harakatimizda, har bir tirishchanligimizda kuch-quvvatga to'limiz. Jismoniy jihatdan layoqatga erishimiz va olamcha xushallik ham saodatni his qilamiz. Ba'zi statistikalarga qaraganda dam olishga chiqish erlar uchun hargiz yaxshi ish emas. Chunki dam olishga chiqqan kishilarning to'lisi dam olishga chiqib uzun o'tmayla o'lib ketadi ekan. Chunki ular suvning eqishining aksiga qarab suv uzishdan to'xtab qolgan va o'lik baliqlarga o'xshash suvning eqishiga qarab mangan. Shuning bilan tugashgan. Shunga siz suv uzishdan hargiz to'xtab qolmang. Bo'lmasa hayotingiz to'xtab qoladi. Hayotingizdagi har bir mag'lubiyat sizning taraqqiy qilishingiz va g'alaba qilishingiz uchun yaratilgan fursatdir. Mag'lubiyat sizni ojizlashtirmaydi, aksincha sizni kuchli qiladi. Hayotlik ana shunday kurash va to'xtamay ishlashdir. Endi siz qaysini tanlaysiz? O'lik beliq bo'lishnimi yoki kuchlik salmon beliqi bo'lishnimi? Tugidi. 2019 yil 27 avgust